Mana 5000 talik inkubatorimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa o'z egasiga jo'natish arafasidamiz. Orqasida yana bitta bor, u ham tayyor bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa. Hozir mana yoqib ko'rsatadigan bo'lsam. Mana bu yaxshi. Mashina X18 dan qo'yilgan. Mana hozir tushuntirish uchun yarmini yashiq qo'yib qo'yganmiz. Yashiq qo'yib uni jo'natadigan holatda edik. Hozir yashiqlarni olib tashlab, o'rniga mana buni qo'yib tushuntirish uchun tuxum kelayotganlarni ham qo'ydim mana. Mana har bir etajiga 6 tadan tushadi mana har bir etajiga. 6 tadan 10 ta qator 60 ta. Xo'sh, mana bu yerda 2 ta, bu yerda 2 ta, bu yerda 2 ta. 3 tadan mana. Hali odamlarning tuxumlarini uslubiga ochib bermoqchi bo'lsangiz ham bemalol bo'laveradi. Xohlagan kuningiz tuxum olib, xohlagan kuningiz tuxum, har kuni tuxum olib, har kuni tuxum qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi, ustma-ust qilib. Tagida ham joy katta, bemalol yashiqlarni qo'yib, tagida ham ochsangiz bo'laveradi o'zida. Endi uni maslahat bermaymiz, majbur bo'lsangiz, o'zingiznikimi, boshqami, majbur bo'lganda qo'ysangiz bo'ladi tagiga. Aslida bunaqa katta inkubatorga alohida raddom olgan yaxshi. Mana yashig'i paplovich bor, suv idishiga отдельный tashqaridan suv kirib turadi. Pastda ya'ni mana yangilik bo'lgan suvni bug'lab berib turadi. Bu tutunga o'xshab bug' chiqib turadi bunda. Anaqa tent qo'yilmagan, tent rasxodi katta bo'lgan, 500 vatlik bo'lgan. Suv qurib qolsa, mana suv tugab qolsa, polni ichini isitib olib, ochayotgan cho'jalarni o'ldirib qo'yapti. Ko'pincha bu juda xavfsiz, suv tugab qolsa ham o'zi o'chib qoladi, ishlamay qoladi. Suv tugasa yana parlanaveradi. Namlik ko'tarishi ham juda tez. 24 voltga ishlaydi. 12 voltdan 24 voltga qadar ishlaydi, blokdan ishlaydi. Umuman tok ko'p yemaydi bu. Mana yashiqlari raddom ochiladigan kunlari, masalan, kichikroq yashiq mana. Qatordan kelsa, ikkitasida bor ekan olsa. Ikki qator.